Bəxtlik minutlarımızda əmni keçikdirib etməyli. Chiroyli kiyimni yaxshi ko'rib olgan bo'lsak, ma'lum bir vaqtlarni saqlab o'tolmaydi. Darhol uni kiyib olayli. Qochqinishlarni, kirliklarni setib olgan bo'lsak, mehmonga saqlab qo'ymaydi. O'zimiz eng arziydigan mehmon. Sayohatlarga, u bu joylarga borgimiz kelgan bo'lsa, darhol borayli. Buningga saqlamayli. Yegimiz ketgan narsalar bo'lsa, davomli yemagandan keyin uni yaxshi yo'g'layli. Mushlarning hammasi foyda. Bu paylarni vaqtida ishlasak, aningdan keyin qimmatli bo'ladi. Yaxshi o'yinib boqadigan bo'lsak, bizning har bir kunimiz xo'shlashish ichida o'tib. Biz davomli o'tib ketgan o'tmishga qiydaymiz. Texi kelmagan kelgusi uchun davomli andish qilamiz. Lekin biz hech qachon hozirimizni, ya'ni bugunimizni qadrlamaymiz. Mening bugungi bu gaplarimni anglab bo'lgandan keyin o'zingizga bir 30 sekund vaqt berib o'ylab beqinglar. Sizlarda nima bor ekan? Menda hech nima yo'q deb qolmanglar. Sizlarga desam, bu dunyoda hammanimiz to'liq odam bo'lmaydi, hamda hech nimasi yo'q odam bo'lmaydi. Albatta biz hamma narsani moddiy buyumlarga qaratib olsak bo'lmaydi. Nurg'unlagan baxtlar bizning atrofimizda bor. Salomatligingiz yaxshidir? Sizni yaxshi ko'radigan biror odam bo'lsa-mi bordi? Yaxshi bo'lgan ro'yi kayfiyatingiz bormi? Deb kelsak, baxt baxchiq. Lekin biz davomli yo'q deb berib, bormi yo'q qilib bormiz. Amaliyotda biz yo'qnimi bor deb turgan bo'lsak, borning hammasi keladi. Yana bir o'yinni taqadigan bo'lsak, bizning qolib qolgan umrimiz bakli uzun hamda bakli qisqa. Uzunligidan biz uning bizga qanchaligancha hikoyalarni olib kelishini bilmaymiz. Qisqaligidan tuyuqsiz hammadan ayrilib qolishimizni bilmayli qolamiz. Shunlashqa biz o'tmishimizga bir rahmat aytaylik. O'tmishimiz bizga nurg'ulg'an narsalarni bildirdi. Biz yana bizga suyishni o'rgatgan shu odamlarimizga rahmat aytaylik. Ular bizga muhabbatning nimaligini bildirdi. Ish qilib bu vaqt uzun desak, uzun emas, qisqa desak, qisqa emas, biz bilmaymiz. Atman bormi yoki siz bormi? Hech qaysimiz uqmaymiz. Ko'rishlarni vaqtida qilib olaylik. Eng bo'lmaganda barcha qaqshashlarni, boshqalardan yomonlashlarni to'xtatib, yenimizdagi dadimizni, opamizni, yo'ldoshimizni, ayolimizni, eng tatli bolalarimizni, do'stlarimizni, ish qilib atrofimizdagi bizga shu muhabbatini berib o'tgan barchani chin bir quchoqlaylik. Vaqtni chin tutaylik. Hozirlam quchoqlab qo'ying qanday?